UNESCO va Toshkent davlat yuridik universiteti hamkorligida poytaxtimizda xalqaro anjuman o'tkazildi. Raqamli davrni boshqarish, axborot yaxlitligi va qonun ustuvorligi mavzusidagi tadbirda Markaziy Osiyo hamda boshqa mintaqalardan yetakchi ekspertlar, siyosatchilar, huquqshunoslar, regulyatorlar, ya'ni tartibga soluvchilar va tadqiqotchilar ishtirok etdilar. Odatda axborot yaxlitligi deb hech qanday o'zgarishi bo'lmagan axborotga nisbatan aytiladi. Ammo informatsiyani o'zgartirish huquqiga ega bo'lgan subyektlar tomonidan ham bu amalga oshirilishi mumkin va bu jarayonda mas'uliyat tushunchasi katta ahamiyatga ega. Afsuski, so'nggi paytda dunyo miqyosida jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish maqsadida faktlarni buzib ko'rsatish holatlari ko'payib bormoqda. Xo'sh, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt hayotimizga shu qadar chuqur kirib kelayotgan paytda informatsiyani dezinformatsiyadan, fake xabarni ishonchlisidan, to'g'rini noto'g'ridan ajratish imkoni bormi? Albatta bor. Buning uchun eng avvalo qonunlar mukammal bo'lib, uning ustuvorligi ta'minlangan bo'lishi zarur. Qolaversa, ushbu jarayonga mas'ul bo'lgan tashkilot, idora, vazirlikning pozitsiyasi, ya'ni belgilangan qonun qoidalariga rioya etilishi ham muhim ahamiyatga ega. UNESCO va Toshkent davlat yuridik universiteti hamkorligida tashkil etilgan konferensiya aynan shu jihatlarni qamrab oladi. Demak, mavzu nihoyatda dolzarb. Tadbir mohiyati milliy, huquqiy va tartibga soluvchi doiralarning xalqaro inson huquqlari standartlariga mos holda zamonaviy raqamli muammolarga qanday javob bera olish haqida muloqot uchun platforma yaratishni maqsad qilgan. We have been supporting UNESCO with this project on information integrity. Axborot yaxlitligi bo'yicha ushbu loyihada UNESCOga yordam ko'mak ko'rsatmoqdamiz. Mavzu juda dolzarb. Yaxshi bilasiz, hozir dunyo bo'yicha juda ko'p fake xabarlar bor va albatta fake xabarlarning xavfi shundaki, odamlar nima haqiqat ekanligiga ishonmay qo'yishadi. Bu demokratik boshqaruv uchun ham tahdiddir. Bugungi tadbirni ayni yo'nalishda qanday to'g'ri qadamlar qo'yish kerakligi haqida o'ylash uchun o'ziga xos platforma degan bo'lardim. U axborot yaxlitligini himoya qiladigan, aniq me'yoriy hukumat bazaga ega bo'lgan, ammo ayni paytda xalqaro inson huquqlarini va so'z erkinligini hurmat qiladigan, yaxshiroq boshqariladigan axborot landshafti va ekotizimiga ega bo'lish uchun bizga nima kerak degan savolga javob topishga yordam beradi. Konferensiyada raqamli asrda axborot yaxlitligi va ifoda erkinligi, ommaviy axborot vositalari, raqamli platformalar va telekommunikatsiyalarni tartibga soluvchi va institutsional doiralar, sun'iy intellektni boshqarish hamda qonun ustuvorligi, raqamli tartibga solishda inson huquqlariga asoslangan yondashuvlar masalasi yetakchi ekspertlar ishtirokida atroflicha muhokama qilindi. Данная конференция, тема данной конференции, она посвящена тому, чтобы обсудить, как построить правильно регуляцию для того, чтобы обеспечить права человека в цифровой среде. Ushbu konferensiya va uning mavzusi raqamli muhitda inson huquqlarini ta'minlash uchun tartibga solishni qanday qilib to'g'ri yo'lga qo'yishni muhokama qilish bilan ahamiyatli. Aslida bu juda murakkab masala, chunki raqamli muhit bu nafaqat infratuzilma, telekommunikatsiyalar, internet va hokazolar, balki hayotimizga kirib kelgan global platformalardir. Men ishtirok etayotgan seksiyada biz qanday tartibga soluvchi organlar bo'lishi kerakligi, davlat tartibga solish institutlarini qanday yaratish kerakligini muhokama qilmoqdamiz. Aslida har bir jamiyat va davlatda ifoda erkinligi va axborotga kirish huquqi demokratik boshqaruv va qonun ustuvorligining tayanch ustunlari hisoblanadi. Xo'sh, anjuman nima uchun aynan Toshkent davlat yuridik universiteti bilan hamkorlikda tashkil etildi? Boisi u mamlakatimizning yetakchi yuridik ta'lim muassasasi, malakali yurist va huquqshunoslarni yetkazib beruvchi alma mater. Qolaversa, anjuman natijalarini uzoq muddatli akademik hamda ijtimoiy siyosiy ta'sirga aylantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu borada O'zbekistonning qilayotgan ishlari ham e'tirof etilmoqda. Sababi 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan yangi konstitutsiyada ham internetga bo'lgan huquq alohida belgilab ketilgan. Konstitutsiyaning 33-moddasida har bir fuqaroga internetdan foydalanish erkinligi kafolatlangan. Lekin bu masalada erkinlik bilan birga fuqarolarning mas'uliyati, burchlari ham bor. Bugun bu huquqni suiiste'mol qilmaslik uchun fuqarolarning huquqlari qay tartibda belgilanishi kerakligi, bu bo'yicha qonun ustuvorligi qanday ta'minlanishi kerakligi haqida dolzarb savollar o'rtaga tashlanmoqda. 2025-yil prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmonga muvofiq ilk marta O'zbekistonda digital law, ya'ni raqamli huquq ta'lim yo'nalishi yaratildi va bu yildan boshlab ushbu yo'nalishda talabalarning qabuli rejalashtirilgan. Tez rivojlanib borayotgan bugungi raqamli muhit tomonidan qo'yilayotgan huquqiy muammolar nimalardan iborat? Turli mamlakatlarda tartibga soluvchilarning vakolatlari va ko'lami qanday? Mustaqillik va hisobdorlikni kafolatlash mexanizmlari qaysi mezonlarga asoslanadi? Ommaviy axborot vositalari va turli platformalarda inson sha'ni, haq huquqlarini 100% ta'minlash imkoniyatlari qay darajada? Xullas, konferensiyada yetakchi ekspertlar ayni shu masalalarga yechim izlashga harakat qilishdi va bu borada tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi.